Hammaga salom bo'ldi. Mani ismim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar bilasizlar. Hozir men sizlarga nima ko'rsataman. Mayli, o'zingizlar qaranglar. Qaranglar, menda juda ham ko'p izumrud bor. Da, tushunchinglar bo'yicha bugun men oyligimni oldim. Ya'ni ustiga premium ham qo'shib berishdi menga. 2 stack 16 ta izumrudim bor menda hozir. Tushunmayapman-da, boru mana shu nimaga ishlatdi ekan deb. Balki shaharga borib parkda aylanib keldimmikin. Telefonim bor, hamma narsam bor. O'sha parkka borsam kerak deyman, shaharda hozir aylanib kelaman tak. Qaraychi, biletlar bormikin yaqinda tak. Hozir ochamiz notebookka. Ay. Voy dalli, nima qilgan shu kravatga boru yomon asabimga tegib shu boru. Tak qaraychi, tushib ketibdi kravatim. Mana shu kravatimni yengilab olsam yaxshi bo'lardi-da boru. Yana bir to'la mana bu pechkalarni ham yengilab olsam irishib boshladi boru, ishlata olmayapman bularni normalniy. Yana nimalarimni yengilasam bo'ladi. Vurut mana shu bo'lsa kerak, kirka og'lichi. Tushunmadim, niye ochilmayapti? Ochilmayaptimi endi bu ham? Voy dalli, endi sunduqdan ham hech nimani ola olmas ekanman. Menimcha polniy mana shu uyimning mebellarni alishtirib olsam yaxshi bo'lardi deb boru izmrutimni mana shularga ishlataman men. Men juda zo'r remont qilaman. Borib hamma mebellarni alishtirib tashlayman. Men bu sunduqni yengisidan olaman, ochilmayapti qaranglar. Fakir olaman, normalniy anaqa qo'yib qo'yaman. Men hamma narsani ham olib tashlab yengisidan qo'yaman. Yana обязательно yangi kravat olaman. Bittalik emas, yana katta kravat olmoqchiman. Borib birga mazza qilib katta kravatda yotgim kelyapti. Borib yana men stolda ham alishtiraman. Bir to'la o'zimga yangi kompyuter ham ola qolaman. Mana shu hamma narsani hozir borib olib kelaman. Yana men pechkalarni ham alishtirib olsam, cho'tki bo'ladi. Yaqinda mana shu mebelniy magazin bor, bilaman. Voy, qishloqqa qalaysan? Qalaysan? Kompot, necha yil bo'ldi ko'rishmayotganimizga, ishlaring qalay, zo'r bo'lib ketibsan-ku. Asanam, lekin normalniy ekansan. Ishlar vaqti cho'tkimi deyman-a? Ishlar zo'r, lekin boru. Hozir men boshqa qishloqlarda yuribman har xilda. Voy, qishloqqa yomon qilibsan-da. Borib bizani ham qishlog'imizga kelib turmaysanmi? Kelinglar, bolalar, men sizlarni bilan tanishtirib qo'yaman. Lekin agar biladi ko'plar, buni bilish kerak. Bu sotuvchi qishloqi. Eski patmishlar men taniydi. Eskilarga katta savol bor. Yo'q, san patpishiklarim taniydi. To'g'rimi bolalar, dajmanda playlistam bor. Juda ham ko'p video bor bu qishloq bilan. Men senga juda ham ko'p ajoyib narsalar sotganman, meni oldinlar. Voy, lekin bu to'g'ri bor. Sendan nimalar olmaganman? Aytgancha yozib yo'dirman qolsa. Sizlarni beringlarga korona kerak bo'lib qopti, fioletoviy. O'shanga men boringni olib kelib berdim. Senda hamma narsa bo'ladi. Sen qishloq sotuvchisan-ku. Voy, uzr. Hech nima qilmaydi Kompot. O'zi senga hech nima narsalar kerak emasmi? Voy, qishloqsan, sezasan-da, bor o'zi nima chiqqani men esimdan chiqib qopti. Men mebelga kelyaptim, menga mebel kerak. Kompot, menda mebellar juda ham ko'p bor, har xilidan. Bilaman, qishloqsan-da, o'zi hamma narsa bor-ku. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Gapir Kompot, senga nima kerak? Eski xaridorim bo'lganingga senga zo'r skidka qilib beraman. Qishloqqa menga ko'p narsa kerak bor, lekin eng keraklisi menga kravat kerak. Kravatim tushib ketdi. Kompot, menda kravatlar juda ham ko'p. Har xilidan bor. Qanaqasi kerak senga? Menga bor, mana shu katta kravat bo'lsa zo'r bo'lardi. 3-2 metr bo'lsa ham yo'q, undan ham katta bo'lsa hech nima qilmaydi bor. Mazza qilib o'girilib yotgim kelyapti-da. Kompot, men seni tushundim. Katta kravat. Bo'ldi, yarim soatda kelaman. Kutib tur meni. Bo'pti, Kompot. Bolalar juda ham zo'r bo'ldi bor. Men uni ko'rib qo'ygandim, lekin ko'rib qo'yganimga juda ham xursandman bor. Endi hech joyga borishim shart emas, menga o'zi olib kelib beradi. Voy, aytgancha men unga boshqa narsalarni ham aytmayman. Mayli, glavniy hozir meni kravatimni olib kelib bersa, keyin men unga boshqa narsalarni aytaman. Pechkalarni aytaman, sunduq. Ikkita qilyapti. Menimcha meni kravatim keldi, to'g'ri yomon charchab ketdim deyman turib. Tak, qishloq qani meni kravatim? Kravating shodda Kompot, zo'r olib keldim o'zi boru. Menimcha ko'ryapman o'sha buni. Voy, tushunmadim. Nima bu qishloqi? Sen so'ragan kravating Kompot. Men bunaqa kravat so'ramagan. Bu spirali, qanaqadir kravat emas bu. Kompot, sen aytding, maza o'girilib yotmoqchisan. Bu yoqda bor, faqat o'girilolmaysan, aylanib yota olasan.
Boray buni olib kelgan joyingga borib qo'y. Yo'q, kapot, sen mendan so'rading, men senga olib kelib berdim. Voy dalli. Qishlog'i bu nima bu? Obbo buni qanaqa qiyotaman? Qanicha? Voy dalli bu yana namuncha qattu? Men senga katta kravat so'rading, sen mendan yumshoqlikcha hech nima aytmading. Yo mayli, agar kravat ma'mundoq bo'lganda maza qilib yotsa bo'lardi. Normalniy razmer. Lekin bu vashcha qanaqadir aylanadi. Vashcha-yu, dahshat katta-yu bu kravat. Aplatan izumrud bilan olaman. Voy dalli, vashcha ajoyib ekansan. Bor toptirchi, men qanaqadir qilib sentrga o'tib oliychi. Tak sakrab. Logika bo'yicha mana bu yerda oyoq turishi kerak, oyoqda bosh turishi kerak. Men senga nima qanaqadir maxluqmanmi? Sendan bir stak izumrud. Voy dalli, vashcha zo'r ekan. Bor bu yana bir stak izumrud turar ekan. Milli, menga tezroq pulimni ber. Voy dalli, mayli, men ol, lekin sen meni non to'rchunibsan, boru. Rahmat kattakon, sen o'zing non to'rchun turgansan menga. Menga nima bunaqa mebel kerak? Yo, aytgancha, men sendan boshqa mebel zakaz qilmayman. Mana nima bu? Yo'q, men sendan boshqa mebel zakaz qilmayman. Menga bilasan, moshniy notebook kerak. Juda ham moshniy bo'lishi kerak. Prям eng moshlisidanmi? Ha, eng moshniy notebook. Agar kompyuter bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Zo'rdan bo'lsa, Menda unaqa zo'r kompyuterlar bor. Faqat kelisha olamiz. Sen menga keyin pulni to'laysan. men to'g'ri tushundingga umiddaman. Endi menga moshniy kompyuter kerak. Faqat katta bo'lmasa, kattasi kerak emas menga. Bo'ldi, kapot, bez problema bo'lmasa men senga olib kelib beraman. Kutib tur meni. Davay, faqat bir syurprizsiz bo'lsa. Voy dalli, mana qaranglar menga nimani olib kelib qo'yganini. Bu kravat emas, ужас bor bu. Bu nima bu? Men sendan kichkina kompyuter bo'lsin degandim-ku. Kapot qayerda ko'rgansan moshniy kompyuterlar kichkina bo'lishini? Voy dalli, ovoz yoqmayapti-da, bor boshim yorilib ketadi. Qayerdan o'chiradi? Oddiy kompyuterdagi knopkada. Orqasida. Tak, tezroq borib o'chirmasam boshim yorilib ketadi hozir. Ana. Nima bu? Qanaqa kompyuter bu? Bu eng moshniy kompyuter, kapot. Sen so'raganingda sendan bir stak izumrud. Yo'q, men buni qanaqa uyimga sig'diraman? Buni kattaligini qarang-a. Da kvantoviy kompyuter har doim katta bo'ladi. Nima qilaman bu kvantoviy kompyuterni? Sen o'zing so'rading, moshniy bo'lsin deb. Yo'q, men bunga bor, nima deyishni bilmayapman. Men undan oddiy kompyuter so'radim. Men buni qanaqa uyimga sig'diraman? Kattaligini qarang-a. Aytgancha, kapot, kompyuterni kreslo senga podarkaga. Tak, qara, men kompyuterni kreslo ham kerak emas, kompyuterni o'zi ham kerak emas. Olganda xohlagan joyingga olib keting, menga umuman kerak emas. Yo'q, kapot, davay tez pul ber. Voy dalli, men sendan menimcha ketolmayman deb o'ylayapman deb, lekin men kompyuter moshniy ekan boru, keyin sotib yuborsam bo'ladi. Mayli, men senga pulingni beraman, lekin oxirgi sendan narsa olishim, tushundingmi? Tak, mana senga aytgan puling. Rahmat, kapot, sen bilan ishlashmanga yo'q. Xuddi shu gapni men aytolmayman, lekin boru, obbo, men yomon qizdiryapti-dek pechkaga o'xshab. Voy, aytgancha pechka, menga pechka ham kerak edi-yu. Amar skladimda pechka bor. Olib kelib beraymi? Yo'q, rahmat. Men ko'rdim, men kravat, kompyuter. Yo'q, rahmat. Menda oddiy pechka kaminniy. Lekin kaminniy pechka bilan nimadir qilib qo'yish qiyin. Mayli, olib kelib beraman, nech pul u? Bitta izumrud. Dalli, даже arzon ekan, menga yoqdi. Shaxtaga ham borib o'tirgim kelmayapti. Unda faqat menga kichkina emas, mana shunaqa uzun pechka olib kelib ber, mana shunaqa siqishiga. Tak, uzun pechka bo'ldi, men seni tushundim. Hozir men kelaman. Faqat u 2 izumrudda. Mayli, baribir arzon ekanman, o'sha. Bo'ldi, hozir kelaman, men tez kelaman. Bo'pti, kapot. Bo'pti, tam yana yomon narsa ko'tarib kelmagan. Obbo, endi hozir normalniy pechka olib keladi degan umiddaman. Men почти unga hamma izumrudlarimni ishlatib yubordim bor. Unga emas, ham qanaqadir katta kravatiga, g'alatiroq, katta kompyuteriga. Mayli, normalniy pechka olib kelib beradi degan umiddaman. Voy, men hozir bilmayman, hozir nima qilib qo'yaman seni. Sen aytganingdek, mana uzun pechka. Yo'q, men bunaqa uzun pechkani nima qilaman? Aytgin menga. Nima qilasan? Sen mendan o'zing so'rading-ku uzun pechka deb. Nimaga sen tushunmaysan? Men senga aytdim, podpischklarimga aytdim. Mamit 3 ta blokli dedim-ku men. Hamma tushundi, nega sen tushunmading? Meni skladimda faqat shunaqa pechka bor edi. Men senga bunaqa uzun pechka olib kelib bergin demadim. Mamitga sig'adigan 3 ta blokli pechka olib kelib bergin dedim-ku men senga. Tushuntiribroq gapirish kerak edi. Menga pechka kerak, который занимает 3 ta blokli deb. Voy, men hozir bilmayman nima qilib qo'yaman men buni. Qizishma, kapot, bu pechka Mamitga sig'adi. Tushunmadim. Qanaqa qilib yo'lga sig'adi? Hozir ko'rsataman.
Genialniy qishloqi bor-u, judayam genialniy. Qanaqa bunga o'ylab topdingiz, a? Men shunaqa zo'rman-da. Bu shutka edi, qishloqi shutka edi. Samandashni tomonni ham sindiribsan. Unda bu pechka bu yoqqa sig'mas ekan. Men bu tomonmi tegida bo'lishni xohlayotgandim. Hozir havasini cho'tki qilaman. Mana sen xohlaganingdek toming tegi qilib berdim senga buni. Qishloq sanda qilish sotiladimi? Davanda как раз oxirgi железный qoldi. Mayli, hammangiz umurtlan olganda menga shuni sotgin. Mayli, давай man как раз. Senga o'zi bu nimaga kerak? Bu yoqqa donmaman senga, bu yoqqa donma, sen menga nima sotding? Boshqa bizning qishlog'imizda ko'rmang, tushundingmi? Voy dalle, nima bu? Voy dalle. Hamma izumrudlarimni ketkizdim men mashinga. Bekor bundan olmanda o'zi mana shu narsalarım bor-u, endi zato menda bunaqa uzun pechka bor. Voh dalle, men qaranglar nima qilib tashadi, bunaqa uzun kravat, mana bunaqa g'alati kompyuter. Voh dalle, nima bu ya? Qanaqa kravat bu? Voh dalle. Ну что bolalar, agar videom yoqqan bo'lsa like bosib qo'yib, hammanglarni keyingi videomda kutib qolaman. Sog' bo'linglar.